Olasanmi yo'q, boshimni qotirib olmasang vaqtimni olma. Olaman, faqat hozir pulim yo'q-da. Pul top qayoqdan bosyapti, keyin olgin. Bo'pti, men sendan olmayman. Короче, yangi uy sotib oldim-u, o'shani ichini jihozlashim kerak. Jihozlarni esa zakaz qilib olishim kerak. U tomondagi uyimni yaramaslar nima desam ekan, yopib qo'yishdi. Endi u uyga qaytib bora olmayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'linglar. Men esa mana bu yerdagi narsalarimni o'yin ichiga joylashtirib chiqishim kerak. Bu uyimni davlat tomonidan, qanaqa davlat tomonidan, qishloq meri tomonidan to'g'rirog'i yopib qo'yishdi. Sababi esa soliqlarni to'lamaganim. Endi bilaman, o'zimda ayb hammasi. Soliqlarni o'z vaqtida to'laganimda bu uyni yopib qo'ymasdi. Men esa bularga hech narsa deya olmayman, chunki ular to'g'ri ish qilgan. Men esa hozir yangi uyga joylashishim kerak. Yangi uyni pulini to'lab sotib oldim. Ya'ni bu yerda hozir hech qanaqangi soliqlar yo'q. Ya'ni hali to'liq ko'chib kirganim yo'q. To'liq ko'chib kirib yashashni boshlasam, keyin soliq to'lashni boshlayman. Men bu narsalarimni hozir bir nima qilib joylashtirib chiqsam uyning ichiga, keyin hammasi normal bo'ladi. Xo'sh bo'ldi. Menimcha hammasi shu yerda, hamma narsa to'liq. Hozir endi uyning ichiga kiritib hammasini qo'yib chiqaman bir chekkasidan. Xo'p, normal. Menimcha hammasi normal. Normal bo'lmagan narsani o'zi yo'q. Xo'sh, endi mana bu stoldan birinchi boshlaymiz. Qo'yib, stolni qo'yamiz, yoniga stulchigini qo'yamiz. Hozir bu yerda kompyuter bor. Kompyuterni qo'ysam bu yerga. Kompyuter qo'yildi. Va stulchik yo'q. Stulchik nahotki stulchigim qayerga ketdi ekan, tushunmadim. Kimdir o'g'irlab ketdimi ekan stulchigimni? Yo'q, kim o'g'irlab ketdi? Stulni ham o'g'irlashadimi? Yo'q, stulni o'g'irlagan bo'lishlari mumkin emas. Hozir rostdan ham stulim yo'q. Mayli, hozir mana uni qayergadir joylashtirib olayda. Qayerga joylashtir? Mana shu yerga chiroyli turar ekan. Bu yerga muzlatkich bilan mana bu narsa bor edi. Ya'ni nima edi nomi, buni bilmayman. Mana bu gaz plitasimi, shunga o'xshash narsa. Mana bu gul, sakura daraxti shu yerda tura qolsin. Hozir esa mana buni bu yerga qo'yib qo'yaman, soatni bemalol ko'rib turadigan joyga qo'yishim kerak. Mana bu shkaf shu yerda tura qolsin, mayli. Soatni esa mana bu yerga qo'yaman. Juda ham chiroyli turdi. Mana bu yerda ham bitta stol bor. Bu stolda ovqatlanaman bemalol mazza qilib. Lekin stulim qayerga ketganini bilmay politsiyaga xabar berishim kerak shekilli. Hozir bu o'yin hujjatlari esa o'zimda tura qolsin hozircha. Tak, voy Jetel, meni stulimni ko'rmadingmi? Yo'q, seni stulingni men qayerdan ko'raman? Uzr, mayli. Hozir qayerdandir topishim kerak. Lekin qayoqqa ketdi ekan stulim? Mayli, hozir stuldan ham kattaroq problemalar bor. Mana bu yerda uyni oldi asfalt qilinmagan ekan, asfalt qilish kerak. Hozir asfalt qilish uchun eski uyda menimcha hech narsam qolib ketmagan. Agar qolib ketganda ham olib keladi. Mana bu yangi polizim. Endi bemalol mana shu yerdagi hosillarni olsam, olib ishlatsam bo'ladi bemalol. Ya'ni bu qo'shni polizi emas, o'zimni polizim. Tushundinglar degan umiddaman. Короче, biroz suv g'alatiroq ekan, atak normal mayli. Nima bo'lsa ham polizda endi yo'qdan ko'ra bor. Nima deysizlar, kalosh? To'g'ri aytibmanmi yo noto'g'ri aytibman? Noto'g'ri aytgan bo'lishim mumkin. Xo'p, soliq to'lash kerak. Soliqni o'sha yashab boshlaganimdan keyin to'layman. Voy, menga qara, sabzlaringni qara. Meni sabzimni ham sotib ber. Mayli, sotaman. Sotaver, mayli. Men esa asfalt bloklar olib keltirishim kerak. Undan oldin esa hozir janob mer uyda emas, qayoqqa ketganini esa sizlarga aytishim kerak edi. Mana bu qo'shnimni polizidagi sabzilarga nima teginyapman. Mana bu yerdagi narsalarni olib qo'yayin. Janob mer yo'qolgan deysizlar, ammo o'shandan keyin men janob mer topgandim va politsiyachilar bilan birga ketgandi. Ya'ni politsiyachilar janob merni tergov qilishga olib ketgan. Ya'ni kim o'g'irlaganini so'rash uchun, jinoyatchilarni jazolash uchun ularning kimligini bilish juda ham zarur degan edi janob politsiyachi. O'sha uchun olib ketishgan. Mana bu zaborlar esa hozircha bu yerga kerak emas. Mana shunaqa joylarga ko'chaga qo'yib tashlasam bo'laveradi. Mana aka. Yana bitta qoldi. Bittani esa farqi yo'q. Mana shu yerga shunaqa qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Politsiyachilar mashinasini olib ketmagan, chunki juda ham eski mashina. Buni haydab ketishni o'zi, janob mer, qachon keldingiz? Keldim. Salom yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Ko'rdingmi, men darrov qaytib keldim. Yaxshi. Yangi uyga ko'chib o'tdingmi? Ko'chib o'tdim. Yaxshi qilibsan. Yo'q qilibsan demoqchi bo'lyapmanmi? Короче, soliqlar o'z vaqtida to'la, bo'lmasa bu uydan ham seni badalga qilib yuboraman. To'layman janob mer, hozir
olib keldim u hammasini. Yaxshi, bo'pti, unda bor. Lekin menda aytgancha hozir politsiyachiga telefon qilay. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Meni stulim yo'qolib qolganda o'shani topishga yordam berib olinglar. Manzil qayoqda? Manzil 100-qishloq. Tushunarli. Hozir boraman. Ya'ni odam jo'nataman, o'zimki bormayman. Qanaqadir yordamchimni jo'natib boraman. Topib beradi stulingizni. Aha, mayli. Stulim oq rangda, ma'lumot uchun. Ha, tushunarli, bo'pti. Hozir hammasini hal qilamiz. Hozir odam yetib boradi qutqarishga, ya'ni qana qutqarishga, yordam berishga. Bo'pti. Menga politsiyachi keladi, hozir stulim topib beradi, juda ham zo'r bo'lardi. Ayt, shuni hammaga aytib chiq endi. Aytaman-da, zo'r narsa bo'lgandan keyin. Hozir menga asfalt bloklar kerak, lekin qayoqdan olishni bilmayman. Mana bu yerni rasvos chiqib yotibdi. Nimaga shu yerni sozlashmagan bilmayman. Men asfalt bloklar zakaz qilgandim, yetib keldimikan? Hoy, yetel, meni zakazlarim keldimi? Kelgan olib ket, bemalol. Bo'pti, rahmat. Arzimaydi, kelib tur. Mayli, kelib turaman, harakat qilaman kelib turishga. Obunachilar, endi men o'zimda asbob uskunalarimni eski uydan qolib ketgan joylardan topib keldim. Hozir qara, menda olmosli asbob uskunalar bor. Sen yomon maqtanchoq bo'lib boryapsan shu kunlarda. Maqtama, menda ham bor, yashirib qo'yibman faqat. Yashirmadi o'shalarni. Janob politsiyachi, assalomu alaykum. Va alaykum. Yigitcha, men ikkita stul topdim. Hozir men bu yerga qo'yaman. Qaysi biri seniki? Tanlab ol. Bir xil ikkalasi. Bittasi original, bittasi fake. Albatta originali meniki, mana bunisi. Yaxshi. Qayerdan oldingiz bularni? Sen bilan bir xazlashay degandim. Buni ofisdan olib keldim. Shu stul senga sovg'a. Rahmat, ko'rdingmi, politsiyachi menga stul sovg'a qilib ketdi. Maqtan, endi buni ham maqtan. Maqtanguli narsa-da. Hozir stulchamni kiritib ichkariga qo'yib qo'yaman. Rostdan ham o'zimning stulimga vobshe o'xshab ketar ekan, lekin o'zingning stuling emas, ya'ni men ofisdan olib keldim dedi. Mayli, rahmat, nima bo'lsa ham stulim bor-ku endi. Zato stul yo'q bo'lgandan ko'ra stul bor bo'lgani yaxshi. Yo'qlik yomon, borlik yaxshi degandek. Mayli, hozir men mana bu yerni asfalt blok bilan to'ldirib, to'g'rilab chiqsam, keyin o'ta go'zal uy bo'ladi hamma yoq. Ya'ni ko'cham o'ta go'zal ko'cha bo'ladi. Xo'sh, buni tagiga ham qo'yib yuborish kerak endi, onasini ham sen ochiq joy qolmasin. Mana bu yerni qaziymiz, nayloch qazmasak bo'lmaydi. Va mana bo'ldi. Menimcha shuni o'zi yetadi. Buni qayerlarga yana qo'shimcha qo'shsam ham bo'laveradi. Yo'q, mana shuni o'zi yetarlicha bo'ldi. Endi borib bir ikkita daraxt topib kelsam, polisining atrofini o'rab qo'yaman.